ayol bilan erkak jismonan ham teng kelolmaydi. Ya'ni psixikasi ham har xil. Ya'ni ular teng emas, bir xil emas. Uni tan olishimiz kerak. Ayol boshqa, erkak boshqa. Va tan olganda ham yashash osonroq aslida. Albatta, tan oladigan bo'lsangiz, sizga shunaqa munosabat bo'ladi. Mana tasavvur qiling, men qo'limdan hamma narsa keladi, hamma narsani zo'r chotki qilib tashlayman desam, meni shu narsaga qilishim kerak bo'lgan vaziyatda yaratadigan er keladi. Agar men hech narsaga majbur emasman, menga qilib beradigan hokim erim bor, meni ustimdagi hokimim bor, hokim hamma narsani bajarib beradi, men faqat unga chiqsam bo'ldi deydigan ichimda his bo'ladigan bo'lsa, men ojizaman. Ojizlikka har doim hamma narsa qilib berishgan. Ojizlikni bo'yniga olmaydigan ayollarga o'sha ishlarni qilishga majbur qiladigan hayotiga erkak keladi har doim. Ayollar xafa bo'ladi. O'sha erkaklarni agar surishtiradigan bo'lsa, boshqa ayol bilan munosabatda umuman boshqacha bo'ladi. Unday erkaklar har doim o'ziga ojiza ayollarni qidirishadi va ayollar xafa bo'ladiki, men ro'zg'ori qilib yuruvdim, uyni remont qildim, qizlarimgacha uzatdim, lekin erim palon pismadonni oldiga ketib qoldi. Vaholanki u ayol erim uchun hech narsa qilmagan edi. Erkakka shunaqa ayol kerak. Erkakka uni erkakligini his qildiradigan ojiza ayol kerak. Agar men erkak bilan erkakdek do'st bo'ladigan bo'lsa, erkakdek haq-huquqli bo'ladigan, davay deydigan bo'lsa, erkak meni do'st ko'radi, erkak meni o'rtog'im bo'ladi. Erkak o'zini oldida faqat qanaqadir mujikka his qiladi. Shundan munosabat buziladi.